Barchaga Kanadadan salom. Bugungi videoda siz bilan Kanadaga kelish bo'yicha bo'layotgan eng oxirgi o'zgarishlar va eng oxirgi yangiliklarni bo'lishib boraman. Barcha uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz, chunki bu yerda har bir insonga mos bo'lgan programmalar, usullar va boshqa masalalarni ko'rib chiqamiz. Ismim Alimardon va men hozirgi kunda Kanadaning shimolida joylashgan Yukon deb nomlangan provinsiyada oilam bilan birga yashayman va shu yerda litsenziyaga ega imigratsion konsultantga shartnomaviy asosda yordamchi assistent bo'lib ishlab kelmoqdaman va ko'plab yurtdoshlarimizga Kanada vizasini olishda, Kanadaga migratsiya qilishda yordam berganmiz va yordam berib kelmoqdamiz. Xo'sh, 2026-yil Kanadaga migratsiya qilish qanday o'zgarishlar bilan boshlandi? Demak, asosiy o'zgarishlardan biri bu yaqindagina e'lon qilingan Express Entry dasturi orqali migratsiya qilayotganda kategoriya, ya'ni maxsus kasb egalari uchun beriladigan kvotalar, ya'ni tanlovlar bo'yicha bo'ldi va bu tanlovlarda ba'zi bir soha vakillariga alohida imtiyozlar berilmoqda. Ba'zi bir soha vakillari oldin ham imtiyozga ega edi va ularning imtiyozlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Misol uchun, tibbiyot xodimlari, bularga kiradi vrachlar, stomatolog, veterinar, hattoki psixolog ham kiradi, farmatsevt va boshqa turli xil kasb egalari bor. Aynan tibbiyot xodimlari, hattoki hamshiralar ham kiryapti. Va mana shu soha vakillariga bugungi kunda talab kuchliligini olib, Kanada ichida tibbiyot xodimlari yetishmayotganligini hisobga olib, Kanada chet eldan aynan tibbiyot xodimlarini o'ziga jalb qilish bo'yicha maxsus ularga imtiyoz bermoqda. Mana yilning boshida 4000 ta maxsus demak nomzod tanlab olindi. Demak, o'tgan yil 7 marta tanlov bo'lgan. Bu yil birinchi tanlov bo'lib o'tdi va yil davomida yana tanlovlar ko'payishi kutilmoqda. Shuning uchun ham agarda tibbiyot xodimi sifatida sizda oliy ma'lumot bo'lsa, shuningdek ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa, fransuz tilini o'qib yurish shart emas. Lekin albatta bu yerda yosh talablari ham bor. Yoshingiz ham 35 dan oshib ketmagan bo'lsa, aynan mana shu programma orqali siz ham Kanada doimiy yashovchisi maqomiga nomzod bo'lishingiz mumkin va harakat qilib ko'rishingiz mumkin, chunki ba'zida ballar pasayib ketgan holatlar ham bo'ladi. Ikkinchi asosiy o'zgarishlardan biri bu trade skills deb ataladi, ya'ni kasb hunar egalari, qo'l mehnati vakillari deb atsak bo'ladi. Bularga kiradi injenerlar, mexaniklar yoki bo'lmasam duradgor, santexnik, elektrik va hokazo, o'sha qo'l bilan ishlaydigan insonlar, mutaxassislar aynan mana shu tanlov doirasida tanlab olinadi va ularda ham o'tish balli unchalik baland bo'lmaydi. O'tgan yil bir marta, undan oldingi 2 marta tanlab olingan. Bu yil ham kamida 2 marta tanlab olinishi demak kutilmoqda bu kasb egalarini. Express Entry bo'yicha mutlaqo yangi yo'nalish paydo bo'lmoqda, ya'ni aviatsiya sohasi mutaxassislari, bular uchuvchilar bo'lishi mumkin yoki aviatsiya sohasidagi injenerlar yoki mexaniklar yoki parvoz bo'yicha inspektorlar ham bo'lishi mumkin. Mana shu soha vakillariga ham Kanada hududida hozirgi kunda ehtiyoj borligini inobatga olib, ular uchun maxsus tanlovlar demak tashkil qilinishi nazarda tutilmoqda va yil davomida demak balkim 2 marta, balkim undan ko'p marta mana shu insonlarni tanlab olishlari ehtimoli albatta yuqori. Kasb bo'yicha hech qanday talab qo'yilmagan, ya'ni istalgan kasb egasi migratsiya qilishi mumkin bo'lgan demak programmalardan biri bu fransuz tili orqali, ya'ni fransuz tilini kamida B2 darajada bilish sertifikatini qo'lga kiritish orqali migratsiya qilish. Yil boshida juda ham katta tanlov bo'lib o'tdi. 8500 ta inson tanlab olindi va fevralning boshida va bu hozirgi paytgacha bo'lgan eng katta tanlov deb aytilmoqda, ya'ni statistika ham shuni ko'rsatyapti. O'tish balli ham yuqori bo'lmadi, ya'ni 400 ball atrofida bo'ldi. Bu degani, agarda demak nomzodda oliy ma'lumot bo'lsa va yoshroq bo'lsa, ingliz tili ham ozgina bo'lsa va fransuz tilidan B2 darajasi bo'lsa, avtomatik tarzda u mana shu tanlovda o'tib ketdi va bundan keyin ham albatta bu kabi nomzodlar asosiy prioritet bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir shunaqa holat bor. Fransuz tilini o'rganayotganda albatta oliy ma'lumot bo'lishi ball to'plashga yordam beradi, chunki oliy ma'lumot bo'lmaslik, o'rta maxsus ma'lumot bilan harakat qilish fransuz tili bo'yicha demak sizga imkoniyat bermasligi mumkin. O'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lganlar uchun alohida boshqa programmalar bor. Demak, u programmalar bo'yicha kelgusi videolarimizda albatta bu haqda ham tafsil to'xtalamiz, lekin aynan hozirgi paytda fransuz tili yo'nalishida harakat qilayotganlar davr desak ham bo'ladi, chunki aynan mana shu usul bilan natijalar oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi va hozirgi kunda ham bo'lmoqda. Ko'p so'rashadi, agarda men fransuz tilini o'rgansam-u, lekin bu programma yopilib ketsa-chi deb oldin ham aytgandik. Bu programma 2029-yilgacha bo'lgan reja ishlab chiqilgan, ya'ni o'sha yilgacha
albatta bu narsa amalda bo'ladi, yopilmaydi, hukumat rejasi bor va odatda yillik 30-35 ming kvota belgilangan bo'lsa, lekin kuzatamizki, ko'pincha kvotadan tashqari qo'shimcha ham nomzodlar qabul qilinadi. Ya'ni aynan mana shu limitdan cheklab qo'yilmagan, ehtiyojga qarab albatta ko'pincha fransuz tilini tanlab olinadi va yana o'z-o'zini savol tug'iladi, nimaga aynan fransuz tili? Chunki Kanadaning asosiy tili ingliz tili deyishingiz mumkin, lekin bu yerda rasmiy til ikkita, ingliz va fransuz tillari va ko'pchilik fransuz tilini demak unutib qo'yyapti. Ya'ni bu narsaga e'tibor kamayib ketyapti. Shuning xotina ham hukumat xohlaydiki, fransuz tilini chet eldan biladiganlarni o'zimizga olib kelsak, biz o'sha eski an'analarimizni saqlab qolamiz degan holatda ularga qo'shimcha imkoniyat bermoqda. Bizga murojaat qilishadiki, fransuz tilini o'rganishni boshladik va tilni o'rganib olib, keyin sizga aloqaga chiqamiz deb shunday ko'pincha aytamiz. To'xtang, axir fransuz tilini o'rganguncha ham qilib qo'yish kerak bo'lgan, tayyorlab qo'yish kerak bo'lgan hujjatlar bor deb. Chunki bu misollardan aytadigan bo'lsak, agarda kimdir sertifikat bilan aloqaga chiqsa, lekin unda ba'zi hujjatlar hali tayyor bo'lmasa, demak sertifikatini darrov topshirish bu xato. Chunki tayyorgarlik hali qilinmagan, ya'ni qo'shimcha 6 oydan 1 yilgacha yana vaqt yo'qotishi mumkin. Agarda tilni o'rganishni boshlaganidayoq hujjatlarni qilib borganda edi, u vaqtdan yutgan bo'lardi va parallel ravishda ham tilni, ham hujjatlarni tayyorlab, til darajasi tayyor bo'lgandan keyin darhol demak o'zini ma'lumotlarini tanlovga qo'yishi mumkin bo'lar edi. Kanadaga o'qish orqali kelib, keyin shu yerda immigratsiya qilib qolish bo'yicha qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, Canadian Experience Class degan maxsus yo'nalish bor, ya'ni Kanada tajribasiga ega bo'lganlarni tanlab olish. Bu borada ham tanlovlar kamida oyda bir marta bo'lib turibdi. Sababi Kanada ichkarisida shu yerda ta'lim olib, shu yerda ishlab qolganlar albatta bu yerda ish tajribaga ega bo'lyapti va ular Kanada uchun kerakli kadrlar aslida, chunki Kanadaning ta'limini ko'rgan, shu yerning ish tajribasini his qilgan va ularni doimiy yashovchi maqomi ostida ushlab qolishga albatta aytadi hukumat va shuning uchun ham maxsus tanlovlarda ular ham ko'p tanlanmoqda. To'g'ri, ular uchun ball yuqori, chunki shu yerda o'qigani uchun ularga qo'shimcha ball beriladi. Ingliz tili darajasi yaxshi bo'lgani uchun ham ularda ball albatta yuqori bo'ladi va bu narsada yana bir holat bor. O'zimizning mijozlarimiz orasida ham Kanadaga student viza bilan kelganlar, turmush o'rtog'i ishchi bilan kelgan holatda yaqindagina bir holat bo'lib o'tdi. Ya'ni chekkaroq provinsiyaga, ya'ni New Brunswick provinsiyasiga borib joylashgan yosh oila, demak ayoli student viza bilan o'qishni davom ettirgan, eri esa turmush o'rtog'i ishga kirib o'sha yerda demak ish tajribani amalga oshirib turgan va 1 yil, 1,5 yil ishlagandan so'ng ish beruvchisini yordami bilan, ya'ni ish beruvchisi unga demak qo'llab-quvvatlovi bilan o'sha provinsial dasturiga, ya'ni PNP deyiladi, o'sha PNP dasturiga taklif oldi va hozirda uni doimiy yashovchi hujjatlari ustida ishlayapmiz. Chunki o'sha hukumatdan taklif oldi degani bu endi to'g'ridan to'g'ri doimiy yashash huquqiga topshira oladi degani. Ya'ni bunda asosiy talab o'sha viloyatda ishlab berish, o'sha viloyatni demak ish beruvchisini qo'llab-quvvatlovini olish va o'sha provinsiyadan nominatsiya olish hisoblanadi va mana shunda til darajasi yuqori bo'lishi shart emas yoki fransuz tilini o'rganishi shart emas. Muhimi o'sha ishlab berganligi fakti uni doimiy yashash huquqiga demak topshirishga olib keladi. Bundan tashqari Kanadaga sayohat maqsadida turist viza bilan kelaman degan insonlar bor. Albatta bu kabi nomzodlar uchun bitta kichik imkoniyat, ya'ni shu yilni iyun oyida Edmonton shahrida, Alberta provinsiyasida O'zbekiston va Kanada terma jamoalari o'rtasida futbol bo'yicha o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi va o'sha o'rtoqlik uchrashuviga demak uni tomosha qilish uchun, uni ko'rish uchun boraman deb o'sha stadiondan biletni olish va shu asosda hujjat topshirib ko'rish ham qandaydir imkoniyat berishi mumkin. Aytmoqchi emasmiz, bu biletni oldi degani viza beradi degani emas. Albatta bu yerda boshqa omillar ham bor. Vatanga qaytib kelishni isbotlovchi moliyaviy holat, karyera, oila va hokazolarni to'g'ri qilib hujjatlarda ko'rsatib bera olsa va shundagina umid qilish mumkin bu vizaga va bu ham bir kichik imkoniyat desak bo'ladi. Endi esa Kanada ichkarisida nima o'zgarishlar bo'lyapti? Qisqagina to'xtalib o'tamiz. Ya'ni yaqindagina Kanada hukumatı tasdiqladiki, mamlakatda 12 millionga yaqin inson uchun moddiy yordam to'lab berishni demak taklif qilmoqda. Buni sababi xabaringiz dunyo bo'ylab inflyatsiya darajasi oshdi. Ya'ni oziq-ovqat narxlari oshdi. Shunda oziq-ovqat narxlari oshganligi bu aholiga zarar keltirmasin degan maqsadda aholini demak qayg'urib, aholi bo'yicha demak daromadini ma'lum bir chegarasida, agar daromadi yuqori bo'lmagan oila bo'lsa yoki shaxs bo'lsa, unga
demak ma'lum bir miqdorda moddiy yordam to'lab berish demak hukumat tomonidan taklif qilinmoqda va bu narsa yilda bir marta, yilni boshida amalga oshiriladi va shuning uchun ham Kanadani aytishadiki, sotsialistik xususiyatlarga ega bo'lgan kapitalizm davlati, ya'ni bu yerda aholini ijtimoiy himoya qilish boshqa rivojlangan g'arb davlatlariga qaraganda anchagina yuqori. Yana bir muhim o'zgarishlardan biri, yaqindagina Kanada hukumati bolalar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash bo'yicha maxsus qaror ishlab chiqyapti, chunki oxirgi paytlar xabaringiz bor, yoshlar o'rtasida ta'limdan demak ko'ngli sovish yoki bo'lmasa vaqtini bekorchi narsalarga sarflash mana shu ijtimoiy tarmoq algoritmlari sababli amalga oshirilmoqda va demak bu o'zgarishlardan keyin demak bolalar ijtimoiy tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri kira olishmaydi, faqatgina ID kartasini ko'rsatib, ma'lum bir yoshdan keyingina yoki ota-onasining ruxsati bilangina kirishi mumkin bo'ladi. Bu narsadan boshqa davlatlar ham o'rnak olsa albatta arziydi. Ko'pchilik so'raydigan savollardan biri bu Kanada sovuq davlatmi deb so'raydi. Albatta qishda o'zgarishi shimoliy hududlarda sovuq bo'ladi. Sababi albatta bu yerda yaxshigina qor yog'adi, lekin janubiy hududlar, ya'ni AQShga yaqin bo'lgan hududlarda hattoki umuman qor yog'maydigan demak rayonlar bor. Aslida global isish, iqlim ilimoqda oxirgi yillarda, natijada shimol davlatlarida iqlim iliq bo'lib bormoqda. Qishda misol uchun qor kam yog'ishi kuzatilmoqda yoki sovuq kamroq bo'lyapti. Chunki janubda juda ham issiq bo'lib, shimolda esa havo iliqlashib bormoqda. Bu degani bu kabi shimol davlatlarida yashash uchun ideal sharoit yuzaga keladi kelajakda demoqchiman. Va bugungi videoning so'nggi fikrlaridan biri bu AQSh va Kanadani solishtirish ko'p uchraydi. AQSh va Kanadani solishtirganda bitta narsaga ahamiyat berish kerak, ya'ni oziq-ovqat sifati. Bu yerda, ya'ni Kanadada oziq-ovqat sifati alohida nazorat qilinadi va juda ham bunga qattiq qaraladi. Turli xil ximikatlar, rang beruvchi vositalar, sun'iy moddalar oziq-ovqat tarkibiga qo'shilishi bu taqiqlangan. Ya'ni biron bir demak ishlab chiqaruvchi oziq-ovqat chiqarmoqchi bo'lsa, albatta qat'iy nazoratdan o'tadi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida bu narsa mavjud emas. Ya'ni u yerda hamma narsa biznesga demak asoslangan, shuning uchun ham u yerda ko'rishingiz mumkin oziq-ovqat tarkibida turli xil ximikatlar mavjudligini va buni oddiygina solishtirish mumkin. Bitta oddiy tipik kanadalik va tipik amerikalikni solishtirganingizda ortiqcha vazn yoki nosog'lom hayot, yurak-qon tomiri kasalliklari va hokazolarda ham kanadaliklarni ko'rishingiz mumkin. Bu yer ular ko'proq sog'lom, jismoniy ish bilan shug'ullanadi va ular qabul qilayotgan oziq-ovqat sifati ham qattiq nazorat qilinganligi uchun ortiqcha vaznga ular ega emasligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kelgusi videolarimizda ham shu kabi Kanadaga kelish bo'yicha so'nggi o'zgarishlar va Kanada hayot yangiliklar bilan sizlar bilan bo'lishib boramiz va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, video ostida bizga bog'lanish uchun va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizdagi sahifalarimizni qoldiramiz va ko'rishguncha salomat bo'ling.